Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 19-iyun kunidan 22-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21-iyun kunlari 20-25 daraja, 22-iyun kuni 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 19-20-iyun kunlari 20-25 daraja, 21-22-iyun kunlari 22-27 daraja, kunduzi 19-21-iyun kunlari 35-40 daraja, 22-iyun kunlari 37-42 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19-21-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 22-iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 19-21-iyun kunlari 31-36 daraja, 22-iyun kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 19-20-iyun kunlari 35-40 daraja, 21-22-iyun kunlari 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 19-21-iyun kunlari kechasi 18-23 daraja, kunduzi 31-36 daraja, 22-iyun kunlari kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi, deyiladi meteo.uz veb-saytida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling.